Beton suv aylanma bo'ladi ko'pramizda, naryoqdan qilib ventilyatorni sort beradi. Vazifasi shunaqa, xudo xolasa, qanchalik sovutadi bilmadim, ikkita topsin. O'ncha faqirdan ko'ra bu yoqqa. Suv sistemasini polietilen trubada qilinadi, alohida olib kelib, montajda keragidan ham ortiqcha qilamiz, xudo xolasa. Professionaldan yondashish kerak. Simlariga alohida hozir sim tortib chiqaman. Baquvvatidan nariga ventilyator ham vashi dahshat ekan, u ancha muncha arvoq simda yer to'rar ekan. Voy, mana maytdan sekin suv sizar ekan maytdan. Voy, qarang. Ana. Sekin suv manadan qaytib tushar ekan. Ketdik ventilyatorda yoqamiz. Asosiy ishda vazifani bajaradigan narsamiz. Gapimga ishonsangiz aytaman, bo'lmasa aytmayman. Qanday yetkazasiz? Sovug'imda yetkazsam bo'ladimi? Sovuq bo'lyaptimi? Vah, buni hidini qarang, hidini. Bu ventillar yaxshi ekanda, ventil. Endi yoqdigi baribir bilinmaydi. Gradusga qo'yamiz, keyin ma'lum bo'ladi. Tagiga suv oqqani yo'q. Rezultat yomon emas, xudo xolasa. Gradusni qo'yaman endi. Men bitta chiroyli yana post qo'yaman, xudo xolasa. Atak men kutgandan ham zo'r. Xudoga shukr. Bitta. Assalomu alaykum, kurkalarimizga yetib kelsa bo'ldi. 300 ming bilan chorva parranda fermasiga akalarim apparaturalar yasab qo'yibdi. O'zbekistonda yangilik ham yasab qo'yibdi. Uni ham 300 mingdan olsangiz bo'lar ekan. Bitta avtorini qilib beraman. Bu drabilga chiqaradigan akam birinchi qo'l emas ekanda, 0-qo'l ekan. Drabilga mashindan tug'ilib, butun planetaga tarqalgan. Narx-navolarni ham hozir tushuntirib beraman. 3 tur xili bor ekan. Yuring naryoqda O'zbekistonda yagona mishalkani ko'rsataman. Bitta mishalkani ham tug'iladigan joyi shet ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. Eshigingiz tagiga olib kelib berishadi. 3 million 700, 3 million 800 ikki xili bor ekan. Qulayligini qarang. Tortdingiz, bitta o'zingiz suzing, bitta qo'yasiz, ko'tardingiz, A tochkadan B tochkaga sudrab ketaverdingiz aka. Ikkinchi varianti reduktorli, 5 shumni ishlaydi, roli ham gidravlik ekan. Bir kishiga ham juda ham qulayda. Oldingiz, bitta bo'radingiz, dökdingiz. 5 million 200 ming so'm butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Kulminatsion mishalkamiz 25 ta qo'yib borga, juda ham kompaktniy yem mishalka. Yemingizni aralashtirdingiz, ochdingiz, soldingiz aka. A tochkadan B tochkaga yetarlash uchun g'ildiragi ham bor, ko'tardingiz, jildiraverdingiz aka. 220 voltga ishlaydi, narxi 3,5 million so'm. Buni ham bo'lib to'lashga olishga imkoniyatingiz bor. Hozir bu haqida ham bitta tushuntirish beraman. Chus Master mahsulotlari O'zbekistondagi barcha ishonch savdo markazlaridan muddatli to'lovga sotib olsangiz bo'ladi. Akalarimdan cho'sti pichoqlari sizlar uchun bonus. Garantiyalari ham albatta yetib boradi. Drabilkalarda 3 xili bor ekan. 2 million 100 dan 2 million 700 gacha. Bularda farqi alyumin motor va misli motor bo'lar ekan. Bu akam O'zbekiston bo'yicha hali hech kim bermagan garantiyani beryapti. Yozma ravishda 1 yil servis kafolati bor ekan. Bularni hozir ishlashini ko'rsatib beraman. Qo'l paya. Qurug'i. Beda. Asosiy drabilkaga e'tibor beradigan joyi bu solgan paytda o'chib qolmasligi. Motorlari baquvvat, hammasiga garantiyalari bor. Akalarimning nomerini qoldirib qo'yaman. Akam butun planeta bo'yicha dastavkasini bepul qilib beradi. Aka bemalol telefon qilib, hamma jihozlarimizni, ma'lumotlargacha, hamma yo'g'icha nomer orqali gaplashib olsangiz bo'ladi.